Usta dehqonlarga 75 million so'mgacha subsidiya berilishi haqida eshitdingizmi? Prezidentimizning joriy yilning 5-fevraldagi 49-sonli qaroriga ko'ra, fermer xo'jaliklari va tomorqa yer egalari faoliyatini qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tomonidan moliyaviy qo'llab-quvvatlash instrumentlari joriy etiladi. Yuqori daromadli mahsulot yetishtirishni yo'lga qo'yish maqsadida usta dehqonlarga har 10 ta xonadonni ixtisoslashtirilganligi uchun 2 million so'm hamda mahalladagi xonadonlarning 30%ni ixtisoslashtirilganligi uchun 75 million so'mgacha miqdorda subsidiya. Tomorqa va ijara yer maydonlaridagi eski bog'larni rekonstruksiya qilish va yangi bog'larni barpo etish uchun quyidagi subsidiyalar ajratiladi. Sertifikatga ega mevali daraxt ko'chati narxining 50%. Biroq har bir ko'chat uchun meva turiga qarab 30 ming so'mdan oshmagan miqdorda. Mevalarning turiga qarab har bir o'rnatilgan ustun narxining 50%. Biroq 70 ming so'mdan oshmagan miqdorda. Har bir sotixga yomg'ir suvini yig'ish va tomchilatib sug'orish tizimini o'rnatish uchun 160 ming so'mgacha miqdorda. Suv ta'minoti og'ir bo'lgan hududlarda tomorqa va ijara yer maydonlarini sug'orish uchun tik quduqlarni burg'ulash va quvvati 10 kWh-dan kam bo'lmagan quyosh panelini o'rnatish uchun xarajatlarning 70%. Biroq 200 million so'mdan oshmagan miqdorda subsidiyalar ajratiladi. Fermer va dehqonlarga aloqador bo'lgan qonunchilikdagi yangiliklarni bilish uchun Suvchilar maktabi ijtimoiy tarmoqlarini kuzatib boring.